Benim ismim Halmat Rozaxon. Bu yıl 47 yaşta. 1973 yılı 11. ayının 23 doğulgan. Yurtum Şarkı Türkistan'ın Çöçek şehrinde oldu. Ben 2000 ben hazır magister ünvanı. Yapmaya kelip magisterlik okuş için yapmaya kelgen. Ben yurtta Xitayning Nanjing shahrida oliy maktab bitirgan. Yurtda 8 yil ishlab, shuning bilan 2005-yil 4 ayda Yaponiyaning Tokyo elektr instituti Denki daygakı deymiz endi. Elektr daygakısıga oliy maktabga magisterlik o'qish uchun keldim. 2009-yili 3 ayda Yaponiyada magisterlik unvonini qo'lga oldim. Elib andan keyin o'zim boshda qurilish shirkatlarida rasmiy xizmatchilik texnik bo'lib ishladim. Hozir o'zimning bir shirkatim bor. Hem Yaponiyada savdo qilyapman, bir oshxonam bor. Endi mening shu Yapon kelib maqsadda yaxshilab bir bilim egallasak, vatanga qaytib bir qo'limizdan kelishicha xalqimizga bir yordamchi bo'lamdik deb o'ylagan. Biroq keyin vaziyatlar jiddiylashib ketgandan keyin biz hozircha qaytmayli deb Yaponda uzoq turishga bel bog'ladik. Endi 2018-yili mening oilamdagilar 2018-7-oylardan boshlab aloqam uzilib qoldi. Uzilib qilib, shu chog'da mening bir ukam bor-da endi. Ukamning rak kasal bo'lganini bilib qolgandim. Bilib Yaponga kelayliksa pasportlarni bermadi. Pasportni chiqardik. Chiqarib, aşağı yo'llarni menib. Endi bu Aqsudan Cho'chakka apamni bir ko'ray deb borsa, aşağıda Cho'chakda qaytadan pasportni yig'ib oldi buni. Shu joyda Yaponga kelmoqchi edim, akilib bir davolatamdim deb. Shuning bilan aloqamiz uzilib qoldi 2018-8-oydan keyin. Keyin shu chog'larda bir 3 oy 4 oy vaqt qoldi deb degan ko'rdim. 2018-7-oylarda. Şunun bilan shu hisoblab yurib, kuni hisoblab aloqlashamay 2018 13 ayning 10-lari yana bir Xitoy savoqchimdan aloqalash orqali bu abala aloqalashni qilsa bir hafta burun ukamning tugab ketgan xabarini 2018 13 ayning 10 oldim. Aslida 13 ayning 3 tugatgan. Shuni xabar qilmadi. Bir haftadan bu xabarni elib hamda ko'nglimiz yerim bulab yuduq. Naq bir yildan keyin 2019 13 ayning 3 oylik Amerikada Uyg'ur xon bir nimaga keldi? Jo'ziq chiqdi, bir qaror erildi. Erilgandan keyin tuyuqsiz mening ayolimga, mening akamdan bo'lsa Halmat bilan bir ko'rashsak deb aşağı bir fikir keldi. Ketdi. Kelganki ayolim işte akımız sen bilan ko'rishimiz dedi. Dadam tugab ketgan. Biz 8 qarindosh, apamiz hayot, 9 aylan bo'lamiz endi. Men 4-inchisi nimadan o'g'ildan 5imiz batda bir hukumat tugab ketdi. Men 4-inchisi 3 singlim bor. Endi shuning bilan akam bilan 2019 13 ayning oxiri bir ko'rishgan bo'ldik. 19-13 ayning oxirima 2020-yili 1-oylarda ko'rishdik. Ko'rishsam singlim men akam 3 oylar ko'rishdik endi. İşte telefonda. Ayolimning telefonida. Menikida undidar yo'q, ayolimning ko'rishini. Ko'rishib shu yerda yig'ilishib 1 yildan keyin o'zimizning hukumimizning tugatgan xabarini akamlarning og'zidan angladim. Aşağılarda arlıqlarda neçə qıltanlab, endi özümüzdən qıranışımız bo'lgan bir qandaq bo'ldi. Akamlar nim bo'lib ketgandi, apamlar nim bo'lib ketgandi deb ansirab telefon olsam olmaydi, qilmaydi, qat'iy qilmadi. Bir yildan keyin shuni aloqalashdik. Aloqalash bo'lib, shu chog'larda qarasam, aşağıda bularning kayfiyatiga. Qarshi tarafda bir odam bordaklar-chi, boshqa kuzatayotgandeklar bir qiliqlarni qildi. Bularni taktik savatda dedim, gap qilmadim. İkinci qatim yana bir ko'rishdik.
Görüşüp bu çağda apamla hem singlim, akam. Şu 5 aylarını ko'rishdik. Bir bizning uyda. O'zimni uyamda ko'rishdik. Ko'rishib bu yerdan boshqa gap qilmadi. Bu yerda hech kim yo'q ekan, qarsam, atrofida. Apam kasal ekan-da, agar men burun mashlar deb qo'ygan bularga. Apam bir narsa bo'lsa men qon qissasini olaman sen biladin deb bir qattiqlar qolgan. Shuningga apamla saqkin, qarsam apamni ko'rdim, singlimlarni ko'rdim, akamni ko'rdim. Ko'rib biraz yig'lashgan bo'lishdi, biraz nim qildik. Shundan keyin pat akamdan ayolimning telefoniga xalmat bilan ayrim ko'rsak degan gap keldi. Kelgandan keyin men boshdan bu gaplarni anglaganmish, nurg'un bolalarga ashta ta'tis savatganni, urug' tuqqan orqali besim savatgan gaplarni anglagandan keyin amal va ko'rassam deydigini ya'ni shu namoyishga chiqmanglar. Ya bo'lmasa boshqa nima deydigo deb amal va aql so'zab keldim. So'zab kelib shuning bilan 5-oyning 9'u bo'lgan kunda aşı Anılar Bayramı 10'uncusu Anılar Bayramı bo'ladi. 9'uncusular ayolimning telefoniga akamdan bevosita telefon keldi. Bu xizmat bilan bir ko'rassam deb. Men endi u kuni yo'qdim. Ayolim ko'rishibdi. Ko'rasa qari maska taqyapti chiroyga. Taqyapti bir xil shundoq bir besim uçurgandek. Bir kayfiyat, bir chara dedi. Ayolim. Bu saatda bir ko'rishib qo'ysang, yani telefon qilamiz dedi. Ha, ma'qul dedi. Shuning bilan 10-silar bo'ldi. 10-silar yakshanba kuni bo'ldi, u kuni. Esimdan qilishicha. 2021 yil, 20-yil ekan. 2020 yili 5-oyning 10-kuni. Yakshanba kuni shu namoyish vaqti 6:30 demak. Telefon keldi bulardan. Kelgandim, men bir do'stimni yutdim. Ayolim telefonni menga berdi. Men har alda bu bir nim qilganmisan deb buni. O'zimning telefonimda ish bo'lgan unga bo'lsa avalay dedim-da boshda. Videoni ko'rsanglar chiqadi, bir qorong'ini chiqadi boshda. Bir unda bo'lsa avalay, akamning ovozlarini bir keyin seg'inib qolsam ajab emas deb da qo'lim tutib o'ttirdim. O'ttirabimda paranglasam qarasangiz videodan chiqdi. Akam turanmadı bunda. Bili. İşte bunda oturdu karşı. Oturdu oyun buldu onsam ya tünügen ma'u qoljidigan suni ko'tirmanda bunda ko'tardim da böyle qildi hamda. Shuni bilan so'radim bu uduma deb. Ya dedi hamda o'zim. Degan bo'pti boshqa savolga yetkizdi qarsam. Shuni bilan maskasini bir og'izdan sizlar ko'rsanglar bilasizlar. İkinci katılımlık videoda mı koysanglar bilasizlar, mayeri o'sha atrofda maya bilan mayini pishib ketgan chiroyini ko'rdim-da. Ko'rgandan keyin ya buni bir cho'qim bir libosini olib qo'yay deb chandamay shu qo'limni mushaq atilib turib, ma'qulamga telefonni atilib mayaqdan ashi mustaq nima chiqmaydigan yerga akab boqdim. Akab ish bo'lmasa bir shu akamni chiroyini rasmlab olay, bir videoga olay deb buni ishlatman deb o'ylamadim-da buni birinchi qatim. Dep aşı 8-10 minut bo'lgan vaqtimi 9 minut bo'lgan vaqtida akamning asas deydigini shu. Amal va namoyishlarga chiqma. Ma Xi Jinpingning siyosati yaxshi, Jungoning siyosati yaxshi, bunda da siz mi anladingiz Uyg'urcha ashta. Ashta degan endi bilmaymiz bu. Uning qanday javob berishini endi ko'nglimizda shu faqat ha ma'quldir demay boshqa javob deyamaymiz endi adam bo'lgan keyin. Ma'qul deb o'ttasam o'ylamgan yerdan ash tugab apamlarga salom etdim desam asharliqda Anılar Bayramı hamda bu kun. Eng ig'ir kelgani shu Anılar Bayramı kuni akamni go'rga ayada bu bilan. Chiroyini ichib chiqdi. Asharliqda atrofimda adam bormi deb so'radim. Ko'rdingizlar, videomi shu. Desam o ishkim yo'q deb bir aylantirganimni ko'rdingiz. Ko'rib turib aşağıda bir adam yani 10 minut bo'laydiganda chidamay bugilar. Chiroyini ichib chiqdi. Chiqib meni halimati deb degan xuddilik bir yeydigandek anamni. Rost desam deyman. Adam qo'qitib bir boshlab berib nima yuragimga bir narsa salmoqchi bo'lgandeklar. Halimati deb chiqdi. Shu ochim rasmi aşağıda
Nasıl ko'nglimni desam, buni ishonmaydi deyman men. Men aşı sharoit bo'lganmisam qattiqlik qilib o'tishim mumkin endi. Biroq ayadamda mayat bo'lgan ekan, qancha bo'lganlar achchig'ini besib, akam haqni qo'lida bo'lgan ekan degan bir xiyol bilan mush isbot olayotgan ekan, mushni bo'lsam olib qo'yay boshda. Nima so'raydi bir anglab boqay deb. Nima qildim? Qarasam bu Xitoylar boshda burun ishlarimni ko'tarib chiqdi. Alaqa uyga burun opamlarning yoniga borganda men mushni bir taklif qilgan. Agar opam bir narsa bo'lib qolsa, shuning qo'l ostidagi bir qazoq olib kelgan shu joyda. Opamni yo'qlab chiqdik dedi-chu, bular bir narsa opamni bugun yo'qlab chiqdik, sen biz bilan bundaq yaqin munosabat bo'l deganda, men u kuni telefonimni unditardim, biroq o'chirib aloqalashmagan. Men shu dedi ayada, ko'rdingizmi? Shu gapni deydi ular. Deb dedi, degan ha deb qo'ydim, biz sen bilan do'st bo'lg'imiz bor degandek qilib taklif qilib yurib, agar sen biz bilan munosabatni yaxshi qilsang, shpionlik qilsang, akamning nimasini, amonligini biz qo'g'dab beramiz deb ash gaplarni deydi endi videoda. Ochiqli dedi endi bu ilk odamni. Akamni o'tdag'izib, xuddi terroristlar adamni o'tdag'izib qo'yib ashu. Sen bizning gapni olsang, adam o'lmaydi. Degandek bir nima bilan meni tahdid qilib o'tadi ayada. Ağaçlardaki bana 30 minut, bulamma ahırkı 30 minut. Kemir 40 minut attıkken ben telefonda qarasam birinci. 30 minut bir xil cehennemden dozuqida ko'ygandek ish bo'ldi, rast gapmisanchi. Anındek o'zingizning aqlingizni o'z oldingizda qo'lingiz tutilib, bana mundaq bisim qil, mundaq qil, mani deb. Ular birinchi qitimliq nimada? Onun ustiga tuzuk bizning qilayotgan masalan Yaponiya Uyg'ur jamiyatining ismlarini to'g'ri deyamidi ala. Birinchi qitimda. Ashtada yurib, men bisimni qildi, bo'ladi, men sizlar bilan nima qilaman deb akam bo'lgan ekan. Bo'ladi, ya'ni ko'rishamiz dedim men bunga. Jamundaq yana aloqalashamiz dedi. Shu chog'da amdikin bir 40 minutni chiqirib bo'lib, bu kun aqaqidan shu kun. Ya ayolimga diyameyman bu gapni, rast gapni desam. Hech kim diyamadim bu gaplarni. Diyamay bu bisimning ig'irligi. Bir yoq qarsangiz, aqingiz, qarindoshingiz, bir yoq qarsangiz, biz bilan tam faoliyat qilayotgan qarindoshlar. Bu shikotning ichida bir ko'yab chiqdim, rast desam. Deb yurib, shu nima shu ishni en yakın dostumuz aşı Yaponiya Uyg'ur jamiyatining ma'mur raisi, hozirgi raisi Abdukerim. Shu qarindoshimizlar bilan maslahatlashib, bu Xitoyga bo'zak bo'lsak bo'lmaydi degan bir faoliyat bilan. Uning ustiga agar aşağıda ikkinchi qitimliq videoni ko'rdingiz. Ikkinchi videoda qilganda, aşı mening qilayotganim to'g'ri bo'ldi ekan deb qoldim. Agar birinchi qitimda belini olamagan yurganda, aningga ma'qullab qo'ygandim. Ikkinchi qitimliq videoda chiroyi aqirib, rasmim bor, ko'rsanglar chiqadi. Aqirib tik turib o'tiryaptimiz. O'tirib paranglashib, kulib turib paranglashdi. Ha degan tumanda qildi. Agar ha demagan bo'lsam, cho'qim ya bir putini chiqib o'tib, ya qo'limni chiqib o'tib, ya bir qo'lni kesib oldim tashlab berish mumkin. Agar birinchi qitim ma'qullab qo'yib, ikkinchi qitim qilsam ashta. Bu ishni biz baldir o'ylashib, amal va biz buni cho'ng bir Xitoyning men endi o'zim o'ylaydiganim, men faqat bir terrorist qilayotgan bir odamni saqchiga aytdim-ku buni. Dunyoga oshkor qildim degani, dunyoni saqchi desak, shu butun dunyoni. Saqchiga shu bo'layotgan bir xatolikni, bir nimani jinoyatni oshkor qilgan ish mening qilganim. Boshqa ish emas. Men ashtaga o'ylayman. Ashta qildik, shuning bilan shu Yaponiyadagi eng tanliq televiziya stansiya, NHK deymiz. Shularning biz buning Uyg'ur masalasini ishlayotgan nimalar yaponliklar bilan munosabatimiz batdi bular xabar qildik. Ham desak, bular bu videoni ko'rganlar raskatni deydi, oltin tipi bo'lgandek bo'ldi endi. Bundaq isbot chiqqanga yo'q tozagacha.
chiroyini chiqib shuning bilan bularni kirishib amal bor ikkinchi qitim bir ishda söyleyishgan fursat bo'lsa bir hazırlasak biz naq maydondan alsak dedi. İkinci qitimliq shu videoni olganchada o'zimni uyamda oldik u chog'da bir kun burun shu erta telefon uraman deb 6 oyning 6'si akamdan yana bir gap keldi. Erta ko'rishimiz deb 6 ayning 7'si ko'rishimiz debchi. Saat monchida dedi 7 dedi dema shu ashani vaqtda 4 dema. 4 dedi. Ha ma'qul dedim. Shuning bilan bir kun burun xabar qilib qo'yishga bu ishni shu muxbirlarga deb ikki muxbir uyga kelib, ikki kamera bilan ikki yoqdan turib, naq maydondan oldi. Ham ashada bizning qilgan birinchi ishimiz endi bu sen zaten nimada? Men nima sana ishlamayman dedim-ku bu yerda. Desam, ashlar menga shu muxbirlar mashina dedi, amal bor shu kimligini ko'rsatsin. Kimligini ishqisini ko'rsatsin dedi. Shuning bilan so'rsak, bu ilqi Goja Anchan degan nima? Bu bilan Anchanlik an. Goja Anchanlik an. Shu kinishkini ko'rsatdim ishtaq rasmiy ishtaq turib bizga. Aslında videonun hammini endi men o'zim yinimda ololmadim raskatni qilsam telefonimda. Hammini o ikki aparatchi o'zining telefonida nimada aparatida elib oxiri buni xabar berdi. Ala o'zini kokka anzanniki deb ochiqli deydi. Bu kinishki taqab ketsa bo'lmaydi. Bu bek muhim narsa deb. Ham bu biz ularni davlatdan boshqarilganligini yerlik hukumat boshqarmaydiganligini bu gapni deydi. Ham uningdan boshqa buning degan yana birsi men texnik yaponlik kinishkisi olmadim-ku. Hozir iltimos qilyapman hozir. Avval mush yaqinda iltimos qilgan. Shuningga bularning deydigini sen yaponlik kinishkisi olmoqchi bo'lsang, biz sana yordamda bo'lmaymiz. Yapondagi Xitoy Tayvanning odamlari bilan aloqa qilish beramiz. Ham Yapondagi ba'zi bir siyosatchilar bilan aloqa qilish beramiz dedi. Video chiqib turdi. Aşağıda anladım bu siyasetçi kim deganni bir so'rab baq degan. Shuning bilan so'rasam uning ismini chiqarmadi. Keyin chiqarib qo'yish mumkin deb bo'ldi. Keyin nima qilaversak biz so'zlab ketdi deb 3-chi qatam so'zlashga to'xtamadik. To'xtamay anda shuningda ko'rsatgani bu anzamda. Ham buning so'rgan 5 savoli bor mendan. Aşağıdan Aşı nimede mi çıkıyordu? Şu çağda ben yazı aldım. Cümle şeyde yazı almızda. Yazı algan bu ottadık. Aşının sorulan soruları da birincisi cemiyetinlerin biz yılda bir nimaçımız. Umumi jığın. Umumi jığın açımız. Bu jığında İslam'ın cemiyetinin daim azaları. Biz ne uçakta tığız jığın açtı. İşkin ilan kılmagan raskatını kısa bir yerde. Bular şu jığını bilip oldu. 6. ayının 7'sida bizning 6. ayının 26'sı içilmoqchi bo'lgan jığını bilip bo'lgan ish bular. Ham shu vaqtcha Yaponiya Uyg'ur jamiyatining doim a'zolari kim? Birinchi Ilhom Mahmud bizning doimiy o'chada raisdi. Shu Ilhom Mahmudning almashadigan xabarlarigacha bular bilib bo'lgan gap. Biz endi u yerda endi ba'zi bir kichik gaplar bo'lgan bo'lishi mumkin. Biroq biz ishkim u yerda Ilhom Mahmud almashtiramiz demagandik. Demasak shu xabarlargacha bular biliglik ba'zi ishlarni. Bular. Ikkinchisi so'rg'ini ashi 6. ayning 28'i bu yig'inning o'rni nerede, kimlar qatnashadi degan savolni so'radim. Uchinchisi qanday masalalarni hal qilsalar dedi. Deb bo'lib aniga bu yerdan boshqa 4-chi savol bak muhim bu yerda. Yaponiya Uyg'ur jamiyati To'lqin Aysa yoki Rabia Qadir ular bilan qanday aloqa qilsalar, ular sizlarga qanday buyruqlar berdi, qanday ishlar qilsizlar debchi buni so'radim men dedi. Andikin oxirida bizning andiki mushu 1 yillik planni so'radi. So'rganda men pulni turibdi savollarni so'rgandilar, turibdi men yozib olay deganda yozib olgan bo'lib bo'lmasdi mana. Hammani yozib keyin javob beraman deb shuni savolni javobni oxirga qo'yib
Allah'ın soğaladım, kutuldum ben de. Ben gazınçılara cevap veremeyim. Ben bir tekçilep cevap vereydim. İşte bir iş kıldım. Kılıp bu işlerini hem de hem soğalına aşı yapınlıklarımı hemisi ağan. Bırak bunlar işletildiğin kısmını işletip nurgun yani beğenmedi hem de haberde. Bırak bu yadımı bir saatten artık sözleştik hem de. Söyleşip akam şunda hem de besimlerden kutulup kalganda bir çıray akılıp kalganda tudi. Bırak şunun keyin şu 6. ayının 7'sinden keyin bir söyleşip bular. Yapınlıklam dedi, özen mi dedim. Bu kaytım kileverse ben çidiyanmayım bununla. Tep nemini ayalımın telefonunun ünlülerini öçek ettik. Alaklaşamayı tutsam. Bu haber çıkmak için iş olmanda. Tep biz mananı bulapma an aldı da deyilgen gappa. Jığın kaçan içildiğen ne? 6. ayının 9'u bu. 6. ayının 7'si o çağda bu haberini daimi azabından bir iş yapılıp başka işkim bilmeydik. Başkatma değil. Bular hazır bizim telefonlarımız çıkırdı mı? Telefonlardan aldı mı uçurumda nereden aldı bilmeyimiz. Bu haberlerin hemini bilirdik. Şununla biz pek korktuk raskatını kısak. Bu videoga bakan bu işler takılıp gitip kalsa, ya çıkıp kalsa biz emmeyle bu haberini işleyemeyiz, aklımızdan kutulduramayız depçe. Derhal ünlülerini öçegiz öptüm ayalımdakinden. Başka özümüz bilen münasip olan ballağımı haber kılıp ünlülerini telefonlarda öçegiz ettik bütüsüne. Öçegiz etip aldık. Biz demdik demendik bilmedik. Bırak 28'deki jığın sağ-salamet tügü demdi. Türkiye Ilham Akan ornuğa yeni reis çıktı. Hem yeni parlamentlerini özgertişlerini kirgizip bir yıl oldu yaxşı ketyapti. Endi mesele aşı 24-çisla 6. ayının 24'te. Şu şikayet dediğin gibi bunu resmi haber kılıp yapımda tuncu ketim bunu haber çıkardı. Çıkargan bütün yapın tevrek kettem de resket olsak. Muşu derecede bu kettim o Xitay degan depçe. Andikin bazı bir televizyonlarını işletken oldu. Ondan keyin bunu yapının 10 yıl televizyonları. Bunu belki işletip bu Xitayning bu yavuzluğunu keçirmeydiganligini dep şundaq nimalarni bo'ldi. Hani maqsadim men bu yerda chiqib bilib o'zimni qahramon qildirish emas. Ayat akamni qutuldirishning birdan-bir amali boshqa dunyo to'nisa bu ishni. Dunyo bo'lsa ish bo'lmaganda atugin buni so'riqi bor dunyochi bu. Shu bütün medialar hozir mana yaqinda Yaponiyadan ketgan nimalar bor? Televizorda, gazetxonada ishlaydigan muxbirlar. Shanxayda turib menga telefon qilyotdi. Akang telefon olsak ilinmayotdi. Singlang telefon olsak ilinmayotdi. Aniqlab beryotdi hamda. Qisqasi uygacha bormoqchi. Ash muxbirlar. Hech bo'lmasa o'sha muxbirlarning barlig'i, o'sha dunyoning bilgini ish bo'lmaganda akamning hayot qilishiga bir sabab bo'lib qilishi mumkin. Bizning ko'zlaydiganimiz shu. Endi uningda ortiq narsa ko'zlamaymiz. Endi Xitoyning hozirgi vahshiyligini butun dunyo bilyapti. O'sha yaqinda bir singlimiz dadisini deb qaytganda uning o'likini tashlab berdi. O'sha Yaponda qaytgan bir qiz batdimi shu? Qiz qaytishiga ashningmi o'likini chiqarib berdi. Shunga biz egi chiqmasak o'zimizning qarindoshlarimizga. Bunga o mush yo'ldan boshqa yo'l yo'qmikin deb qoldim. Ham abayim boshda degandek, men faqat bu bir jinoyatni dunyoni saqchi deyman, shu medialarning hammasini saqchi desam, ashlarga aytyapman. Saqchilarga mush aytib, hech bo'lmadi shu akamni bir qutuldirib qilinglar. Men dunyodan talab qilganim shu, akamni aniga ayad singlim bor, chiqargan bor yana, apam bor. Shularning amaligini qo'lab beringlar. BBC newsida bergandek, singllarim unda bo'lib qolmasin debchi. Shuni umid qilaman men.